Gentralarni fullidan qidirayotgan obunachilarimiz uchun 2023-yilda ishlab chiqarilgan kraskasi top toza, 4 yumshoq ballonlari ham bor. Mashinamiz ideal holatda turibdi. Yurgan masofasi 37 ming. Bu mashinamizni mana shu bakovoylari ham qaytadi, ABS, lyuk, konditsioner hamma yo'q borda. Bu mashinamizni arzoni vodiyda kanal obunachilar uchun bo'ladigani 13400 dollar bo'lsa beramiz deyapti. Telefon raqamlari 97lik 838 0101. Arzon narxda Matiz qidirayotgan obunachilarimiz uchun 2005-yilda ishlab chiqarilgan kraskasi 30-40% toza joylari bor ekan. Yurgan masofasi xudo xolasa 421 ming yurgan. Metan gazlari ham bor. Mashinamiz yaxshi holatda turibdi. Bu mashinamiz Yevrosidan ekan. Xudo xolasa arzoni vodiyda kanal obunachilar uchun mashinamiz 1800 dollarga berishmayapti. Qo'shilsa beramiz deyapti. Telefon raqamlarini videosiga joylab qo'yamiz. Aka, telefon raqami nechi? 95lik 95lik 162 162 1226. Joni qattiq Nexia 1 qidirayotgan obunachilarimiz uchun mol bozorga bu joyga avara ulab ishlatamiz deyotgan obunachilarimiz uchun 2005-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1. Mashinamiz yurgan masofasi bedara yo'qolgandan keyin 270 dan kelgan. Mashinamiz metan gazlari ham bor. Mashinamiz xudo xolasa yaxshi holatda turibdi. Ballonlari ham yaxshi ekan. Bu mashinamizni arzoni vodiyda kanal obunachilar uchun 1700 dollarga berishmayapti. Qo'shilsa beramiz deyapti. Mashinani ancha-muncha bemalol minaveradigan kampiyosi yo'q ekan. Telefon raqami nechi aka? 94lik 682 11 10. Yili yangi Matiz qidirayotgan obunachilarimiz uchun 2017-yilda ishlab chiqarilgan kraskasi 30-40% bor ekan. O'zingizlar uchun bir qator ko'rsatib olasizlar. Holati yaxshi turibdi, mashinaga qarab qo'yishgan ekan. Yurgan masofasi ham 250 ming. Metan gazlari ham bor. Mashinamiz ideal holatda turibdi. Bu mashinamizni 3100 dollarga berishmayapti. Qo'shilsa beramiz deyapti. Yaxshi narxda yiliga qaraganda telefon raqamlarini videosiga joylab qo'yamiz. 93lik 780 81 80. Shokoladga qiziqadigan obunachilarimiz uchun shokolad narxda Choco Spark 2019-yilda ishlab chiqarilgan kraskasi toza, oldi kapotida kosmetikasi bor. Mashinamizga multirollargacha qo'yib qo'yilgan. Yurgan masofasi 171 ming. Mashinamizning metan gazlari ham bor, ideal holatda turibdi. Bu mashinamizni arzoni vodiyda kanal obunachilar uchun bo'ladigani, xudo xolasa 6200 dollar bo'lsa beramiz deyapti. Yaxshi narxda shoshilinglar. Telefon raqami 93 780 81 80. Gentralarning mexanikasi narxida avtomat korobka minaman deyotgan obunachilarimiz uchun 2015-yilda ishlab chiqarilgan kraskasi bitta krillosda bor ekan, keyin kapotda ichida petnosi bor ekan. 4 yumshoq ballonlari bor. Polni shumka qilingan, yurgan masofasi ham 405 ming, lekin avtomat korobka lyuksiz variantda. Mashinamizda ABS, metan, gaz, pas hamma yo'g'i bor. Bu mashinamizni arzoni vodiyda kanal obunachilar uchun bo'ladigani 7500 dollar bo'lsa beramiz deyapti. Telefon raqamlari 91lik 175 8844 8844. Lasettilarni qorasidan qidirayotgan obunachilarimiz uchun 2010-yilda ishlab chiqarilgan kraskasi 10-15% bor ekan, egasini o'zidan, dehqondan. Mashinamiz avtomat korobka lyukligidan. Xudo xolasa yurgan masofasi ham bu mashinamizniki 328 ming bo'lgan, metan gazlari ham bor. Mashinamiz yaxshi holatda turibdi. Osen diskalarga taqib qo'yishgan. Chexol polilari ham chiroyligidan. Bu mashinamizni arzoni vodiyda kanal obunachilar uchun 5000 dollarga berishmayapti. Qo'shilsa beramiz deb turishib ekan. Telefon raqamlari, telefon raqami necha aka? 88lik 272 22 12. Avtomat korobka Nexia 3 qidirayotgan obunachilarimiz uchun 2021-yilda ishlab chiqarilgan kraskasi top toza, 4 yumshoq ballonlari bor. Metan gazi ham bor. Yurgan masofasi 123 ming. Mashinamiz xudo xolasa yaxshi holatda. Bu mashinamizning Magicar pultlari ham bor. Yaxshi turibdi. Metan gazlarini ham aytdim, chexol poliga joy-joyida. Mashinamizni arzoni vodiyda kanal obunachilar uchun bo'ladigani 9100 dan o'tib bersa kerak. Telefon raqamlarini videosiga joylab qo'yamiz. Shoshilinglar, yaxshi narxda. Telefon raqami 90lik 622 4111. Kia K8'larni qimmatdan qidirayotgan obunachilarimiz uchun 2024-yilda ishlab chiqarilgan kraskasi top toza, 4 yumshoq ballonlari ham bor. Tonirovkaga ham ruxsatlari xudo xolasa 12 oy bor ekan. Yurgan masofasi 43 ming. Mashinamiz silinlari isitadi, sovutadi, massaj nimaki qilsa hamma yo'q qilaverar ekan. Mashinamiz mexanika korobka emas ekan xolos. Shaybalik, xudo xolasa, skorslari ham. Bu mashinamizni arzoni vodiyda kanal obunachilar uchun bo'ladigani 35 ming dollar bo'lsa beramiz deyapti. Balki ko'niga yo'l topsalar o'tib berar, dehqonda o'zidan. Telefon raqami nechi? 33lik 179 51. Avtomat korobka Cobalt qidirayotgan obunachilarimiz uchun 2022-yilda ishlab chiqarilgan kraskasi toza. Mashinamizni ABS, diska, magnitofon hamma yo'g'i bordan. Yurgan masofasi ham xudo xolasa 22 ming bo'lgan, metan gazlari ham bor. Mashinamiz ideal holatda turibdi. Bu mashinamizni arzoni vodiyda kanal obunachilar uchun bo'ladigani xudo xolasa 11500 dollar bo'lsa beramiz deyapti. Shoshilinglar, doimo bunaqa chiqmayapti hozirgi kunda. Metani bor-a? 90lik 622 41 boshladingizmi? Equinox'larni fullidan qidirayotgan obunachilarimiz uchun 2023-yilda ishlab chiqarilgan mashinamiz crossover. 2023 kraskalari top toza, yurgan masofasi xudo xolasa 31 ming. Mashinamiz xudo xolasa matli bo'lib, donlari ham chotki holatda turibdi. Bu 472 millionlik pozitsiyasidan mashinamizga polilargacha orqib qo'ygan ekan. Bu mashinamizni bo'ladigani 28 ming dollar bo'lsa beramiz deyapti. Telefon raqamlarini videosiga joylab qo'yamiz. Yaxshi narxda shoshilinglar. 90lik 622 4111.
Gentralarning mexanikasi narxiga avtomat korobkasidan minaman deyotgan obunachilarimiz uchun kraskasi toza 2023-yil ishlab chiqarilgan 4 ta Nexon ballonlari bor, yumshoq. Tonirovkaga ham 9 oy ruxsatlari bor ekan. 41 ming yurgan mashinamiz. Xudo xolasa Pakalina propan gazlari ham bor. Mashinamizni Optra stoplargacha qo'yib qo'yilgan. Bu mashinamizni arzon vodiyda kanal obunachilar uchun bo'ladigani $11,990 bo'lsa beramiz deyapti. Telefon raqamlari xudo xolasa 97lik 472 50 05. Komfort mashina qidirayotgan obunachilarimiz uchun Kia Sportage 2022-yil ishlab chiqarilgan kraskasi top-toza. Mashinamiz xudo xolasa mashina purish egasini o'zidan. Tonirovkaga ham ruxsatlari 6 oy bor ekan. Yurgan masofasi 68 ming. Mashinamiz ideal holatda. Bu haligi eng fulidan bitta pastdagisi panorama tomlari ham bor. Bu kojani sidina bo'lmaydi. Paroylargacha qo'yib qo'yilgan. Ballonni almashtirib olish kerak. Bu mashinamiz arzon vodiyda kanal obunachilari uchun 24500 dan o't beramiz deyapti. Telefon raqamlarini videosiga joylab qo'yamiz. Yaxshi narxda shoshilinglar.